uyimda ilon! Buzog'imni yeb qo'yyapti. Ilon uyimda ilon! Voy! Surxondaryoda xuddi shu kabi ko'rinishda xonadondan zaharli ilon topilgani haqida xabarlar tarqaldi. Internetda tarqalgan xabarlarda yozilishicha, holat Surxondaryo viloyatining Oqtepa mahallasida qayd etilgan. Millar dasturining rasmiy sahifasiga ushbu ilon haqida ma'lumotga ega bo'lgan fuqaroning ovozli xabari yetib keldi. Jartepaga ketishda Olmazor degan qishloq bor. O'sha qishloqning Bo'tboy degan mahallasi bor. O'sha Bo'tboy degan mahallasidan bitta odamning uyidan chiqibdi mana shu ilon. Ilonni qaranglar, qo'shnilar. Og'liga kirib, yangi tug'ilgan go'salacha bor ekan, sigir go'salacha tuqqan ekan. Go'salachani bo'g'ib o'ldirgan. Xo'sh, haqiqatdan ham mahalladan dahshatli ko'rinishdagi zaharli ilon topildimi? Holat yuzasidan tegishli mas'ullar bilan bog'landik. Bu til. Bu taraf joh qismlarini, pasini olib tashlashgan. Akamiz hozirda gapira olmaydilar. Taomlanishlari ham shu zoom orqali taomlanadilar. Deyman, operatsiya bo'lganlar, lekin kutishyapti yana operatsiyani. Lekin bir kunda hozirda mablag' sarflanayotgan mablag' 500 mingning atrofida. Tasavvur qiling, 3 yildan beri hozir shu holatda turibdilar. Qarang, tillarini osilib turishini, bu holatlarini ko'rib, to'g'risi men dodda boryapman, chidamayapman do'stlar. Ko'p gapirmaylik. Akam o $200 bir inson bemorlar uchun deb ehson bergan edilar. Sizga shu joy eshet. Iltimos, imkoningiz yo'q bo'lsa xijolat bo'lmang, videoni tarqating, bitta like bosing. Nahot shunga yaramaymizmi? Daryo bo'yidan ilon chiqdi degani boshqa yerdan rasmni olib buni Oqtepa kanaliga tayyorlagan, ham gapirdi degan fuqaro. Bizda unday holat bo'lmagan, hech qanday ilon yo'q. Mana o'zim mahallada raisiman. Bu xabar umuman mutlaqo noto'g'ri. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, yuqoridagi kabi yolg'on, tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatib odamlarda vahima uyg'otganligi uchun ham qonunlarimizda tegishli javobgarlik bor ekanini aslo unutmang.